Bugun yana bir vahshiyona xabar tarqaldi. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilgan bo'lishi mumkin. O'zbekistondan Turkiyaning Balıkesir shahriga borgan Dilafruz Cho'liyeva izsiz g'oyib bo'ldi. U joriy yilning 21-yanvar kuni bozorga ketayotganligini aytgan. Bu haqida Sabah xabar berdi. Nashrning yozishicha, O'zbekiston fuqarosi, 2 farzandning onasi 46 yoshli Dilafruz Cho'liyeva ishlash uchun Turkiyaga borib, Balıkesirning Burxoniya tumanida yashagan. U yerda keksa va bemor kishiga qaragan. Ayol joriy yilning 21-yanvar kuni bozorga chiqish uchun ruxsat olgan va to'satdan g'oyib bo'lgan. Cho'liyevadan xabar ololmagan yaqinlari bedarak yo'qolganligi haqida ariza bergan va voqea yuzasidan O'zbekiston elchixonasi hamda konsullikka xabardor qilishgan. 23-yanvar kuni ish beruvchilar ham Dilafruz Cho'liyevani qidirib politsiyaga xabar bergan. Politsiya guruhlarining tekshiruvlari natijasida 21-yanvar kuni ko'chaga chiqqan ayolning telefoni o'chirilgani, oxirgi marta yana bir O'zbekiston fuqarosi Ilyos ismli shaxsning yoniga borganligi va shundan so'ng undan boshqa xabar ololmaganligi aniqlangan. Ilyos o'z ko'rsatmasida Dilafruz Cho'liyeva uning yoniga kelganligini, so'ngra Istanbulga ketganligini aytgan. 2-mart kuni Turkiyadagi o'rmonlarning biridan tanib bo'lmas darajadagi ayol jasadi topilgan. Dilafruz Cho'liyevaning yaqinlari kiyimlar va ba'zi belgilarga tayanib, jasad unga tegishli bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Biroq mazkur holat yuzasidan O'zbekiston fuqarolari gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Onam 8 oy oldin ishlash uchun Turkiyaga kelgan edi. Hozir u bilan bog'lana olmayapman. 21-yanvar kuni soat 20lar atrofida Edremitdan Burxoniyaga qaytgan. Telefoni o'chiq, hech qanday iz yo'q. Qidiruvga berdik, elchixonani xabardor qildik, deydi bir oydan beri onasidan xabar ololmayotgan o'g'il. U Istanbulning Umroniya tumanida o'ldirilib, jasadi bo'laklanib tashlangan o'zbekistonlik ayollar haqidagi xabarlarni o'qigach, onasining boshiga ham shunday voqea tushishidan qo'rqayotganligini aytgan. Xabarda gazetalarda ko'rayapmiz. Istanbuldagi oxirgi voqealardan keyin juda qo'rqib ketdik. Onam qandli diabet bilan og'riydi. Dorilarni vaqtida ichmasa, sog'lig'i yomonlashadi. Hayotda shubha qilayapmiz. Iltimos uni toping, deydi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Istanbul shahri Shishli tumanida chiqindi yig'uvchi tomonidan axlat konteyneridan o'zbekistonlik Durdona Hakimovaning jasadi topilgani haqida xabar berilganda, keyinroq mazkur ish doirasida u o'ldirilgan Umroniyadagi uyda yana bir o'zbekistonlik ayol Sayyora Ergasheva ham bo'laklab o'ldirilgani aniqlanganda